Qaranglar bolajonlar. Agar bir insonni, bir bolani boshqasi qimor o'ynashga chaqiradigan bo'lsa, nima qilishlik kerak? Qimor o'ynashga chaqiryapti. Onlayn qimor bo'lsin, kazinodagi qimor bo'lsin, barlardagi qimor bo'lsin, diskoteka xonalardagi qimor bo'lsin. Diskoteka xonalarda ham qimor bo'ladimi? Bo'ladi. O'ynaganmisiz? Xo'p. Nima qilish kerak? Ayting. Kechirishni duo qilish kerak va unga da'vat qilish kerak. Da'vat qilishga, kechirishini duo qilish kerak, Allohdan kechirishini so'rab. Ha, ayting. Undan uzoqlashlik kerak, amri ma'ruf nahiy munkar qilishlik kerak, ha? Alloh taologa bog'lanib, nozik qilib, qalbida Alloh taoloni zikr qilish kerak. Ha, Allohga bog'lanib, Allohni harom qilganligini eslab, zikr qilib, Allohni eslab, astag'firulloh deb u yo'ldan qochishlik kerak. Ayting Abdulloh. Uni haqqiga duo qilishga Alloh seni hidoyat qilsin deb, mashallah, yaxshi javob, ha? Ha, mashallah. Chaqirayotgan odamni o'ziga nasihat qilish kerak. Ta'sirlanib qolib, bo'pti deb ketavermasdan, ketdi desa, mana Abdulmuqsiga o'xshab ketdi diskotekaga desa, "O, mashallah, maza qilarkanmiz" deb ketib qolmaslik kerak. Ha? Nima qilish? Qimor o'ynaymiz, maza qilamiz hatta deb ketib qolmaslik kerak. Balki nima qilish kerak? O'zini qaytarish kerak o'sha yo'ldan. Voy, sen bu yo'ling xatarli yo'l. Voy, bundan ogoh bo'l. Buni oqibati yaxshi bo'lmaydi. Yoshlik qilyapsan, g'o'rlik qilyapsan. Ha? Voy, aqlsizlik qilyapsan. E'tibor bergin deb uni ogohlantirishlik kerak. Nima qilish kerak yana? Ayting. Dinni o'rgatish kerak. Dinni o'rgatish kerak. Mashalloh. Chunki din o'shani nima qilgan? Harom qilgan, ha? Yaxshi do'st tanla, ha, mashalloh, yaxshi javob. Yaxshi do'st tanlasa, o'sha yaxshi do'st uni yaxshilikka chaqiradi. Yomon do'st bo'lsa, yomon do'st nimaga qarab olib ketadi? O'shanaqangi qimorga, barlarga, diskoteka xonalarga olib ketishligi mumkin. Alloh saqlasin. Bularning hammasini oqibati nima bo'ladi? Juda ham katta xatarga olib keladi. Alloh saqlasin. Mashalloh, barakallohu fikum.